alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz ertalabki ratsionni berishni boshlaganmiz. Ozgina sal kechikib qoldim. Mana qo'zi qaranglar, qo'zilar mana quruq yem, ya'ni driverkadan chiqqan yemni yeydi bizda mana. Ularni o'rgatganman. 200 gramdan hisoblab beraman. Mana shu qo'ylar har birini mana shu boshiga 200 gramdan. Qo'zi bular. Mana shu uchalasi qo'zi. 2 oylikdan ozroq oshgan. Bular endi to'g'ri katta qo'ylar. Mana yoqda mana qo'chqorlar ko'rsataman. Mana endi bu tomonga pishgan yem beriladi. Ayla bular ham qo'zichalar ham o'sha yemga kirdi. Sirib qoldi. Bularga dadilroq beramiz, chunki uchtalab bola boqyapti-da bular. Endi bolachalari yemga kiryapti ekan. Yeshini qaraylar, oxiriga tushib olgan. Ikkita. Ular ham tushadi yoqqa keladi. Mana kechagi vitaminli suv ancha ichgan mana. Yo'tgan qaranglar buni. Yo'tib yeyishini qoyil, mashalloh. Tushib oldi. Bu pishgan yem. Pishgan yem kepaga aralashtirib beriladi. Qovoq, akka, bug'doy, kepak. Xullas ratsionda shunaqa. Bundan keyin endi yeb bo'lgandan keyin yemish beramiz. Qovoqni. Bu yaxshi pishmagan ekan qovoq. Solingan. Po'sti qotib qolgan. İçini tozalab yegan. Ostini yemagan. Bular o'zi yeb bo'ldi, endi yemishini kutyapti. Shuning uchun baqir-chaqir qilyapti. O'zi mana yemi yeb bo'lgandan keyin yemishlarini berdik. Yemish nimadan iborat? Qaranglar, somon bor, vida bor, mosh press bor, loviya press bor bu yerda. Endi hammasini aralashtirganmiz, vitaminli ham to'yimli bo'lgani uchun. Xo'p, shu o'rinda bir maslahat. Faqat vidani o'zini berish ham qo'yda o'sha jigar qurtlarini keltirib chiqishiga sabab bo'ladi. Faqat vidani o'zi ham. Shuning uchun somon yoki loviya yoki mosh aralashtirsanglar juda ham yaxshi bo'ladi.
Ana qaranglar, somon bor. Yeydi. Yeydi, somonni ham yeydi. Boshqasini ham yeydi. Mana o'zgarmaydi deyishinglar mumkin. Somon yesa, boshqa yesa-da, mana qo'shqorlar. Juni olinganidan endi bilsa bo'ladi, endi qanday o'zgarganini. Mashalloh deb qo'yinglar. Suvlari. Endi kechga yana hozir oddiy suv, kechga yana vitaminli suv qo'yib qo'yamiz. Ertalabgacha ichib, hammasini normal qilib qo'yadi. Mana shu zotga zo'r qo'shqor. Kalalariga qaranglar, mana yonboshdan. Mana garbanoslarni qaranglar. Bo'yinlarini qaranglar, oyoqlarini qaranglar. Bu juda baquvvat. Shunday. Mana qo'shqorlar. Xullas, demak, ertalab yemi beriladi. Yem, ya'ni qanaqa? Makka, bug'doy drabilkadan chiqarilgan. Agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, o'shanga drabilkadan chiqarganda arpa ham qo'shib yuborsanglar, ancha oziq bo'ladi, vitaminga boy bo'ladi, qo'yga foyda bo'ladi. Demak, makka bug'doy drabilkadan chiqarib, kepak aralashtirib beriladi. Yeb bo'lishi bilan yemish beriladi mana shunaqa. Yemishni nimadan iboratligini aytdim. Shu bilan kechgacha ular shuni yeb, suvini ichib, damini olib yotadi. Yo'qda mana. Bularga mana somonni joyi ko'proq tushib qolibdi. Yemishdi. Endi yemish bugun shanba oxirlashgan. Oxirroqda shu somon bor ekanda. Endi ertaga yana bir haftalik drabilkadan chiqarib qo'yamiz. Mana ular bolalar. Lekin yeb tashlaydi. Qoldirmaydi. Mana yemish. Ichida hobbida, loya. Somon ko'paygan deyishinglar mumkin, yo'q unaqa emas. Somon bor yo'g'i 6 dona pres. Qolgan 12 ta, 13 ta pres nima? Vida, loya, moshdan iborat. Faqat shu safar oxirrog'ida salgina sezilib qolibdi. Aslida somon kam. O'rtada ham oxiri bor. O'rtada ham yeydi mana. Loyani ular ham ko'rinib turibdi. Demak, akalar, ukalar, do'stlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Hali oldinda qiziqarli videolar bor.